Do'stlar, sizlar bilan o'sha Foul Play kanali sizlar o'sha kutgan Dacha'ni obzorini qilamiz. Endi hozir Dacha'ni obzori boshlandi. Sizlar obuna va like tugmalarini bosib, kommentariyamizga omad deb yozib qo'ying. Hozir harakat 30 ta obunachiga tezroq erishmoqchimiz. Qani boshlaymiz Dacha'dan. Mana ko'rishingiz mumkin televizor. Bu yer mehmon kutishga gullar qo'yilgan yaxshi. Bu yerlardan ham televizor qo'yib, bu yerlarga ham oshxona ber. Gul o'tirib yeyishga. Bundan tashqari ko'p narsa qurganmiz Dacha obzorida. Bu ikki qismga bo'linib chiqadi video. Mana shkaf, kompyuter. Keyin bu yerda yotoqxona bor, 2 kishilik. Bu yerdagi dachalarda dam olib ketsangiz bo'ladi. Xohlasangiz sizlar bilan birga o'ynab dachada dam olib qolishimiz ham mumkin. Mana bu yerda mehmonxona. Atrof muhitga qarab o'tirsangiz bo'ladi. Mana bu yerda kompyuter bor yana bitta. Iltimos tezroq obuna bo'ling va 30 ta obunachiga tezroq erishishimiz kerak. 30 ta obunachiga erishgan kunimiz maktab obzorini ham qilamiz. Mana basseyn, hozir yomg'irda tushish yoqmayapti. Mana bu yerda golf o'ynasa bo'ladi. Bundan tashqari ko'p narsalar bor. Mana pastga tushib ketish ham bor hali. Zina va aylanma zina sal qiyin bo'ladi. Hozir tushib ko'rsataman. Mana bu yerda merganlikni sinasangiz bo'ladi. Kamon o'qlarini otib. Hozir yomg'ir yog'yapti. Bu atmosfera yoqmayotgani uchun bitta uxlab turamiz. Hali ertalab deyapti, hali sekin. Unda qolgan obzorni ham ketaveramiz. Shunday qilib yomg'irda bo'lsa-da pastga tushdik. Bu yer barda har xil ichimliklar ichib, toza havoga qarab o'tirsangiz bo'ladi. Ana bino nima desangiz, Dacha'ning ikkinchi qismi chiqqanda bilishingiz mumkin bo'ladi. Hali ko'p narsalar qurganman. Mana bu yerda ko'prikdan o'tib ketadigan joy bor, ko'prik bor o'sha tarafda. Mana bu yerda ko'prik, atrof muhitga qarab, yaxta ham qurganman. Yaxtadan ko'rib tomosha qilsangiz ham bo'ladi. Hozir pastga tushamiz, birdaniga suvga sakrab. Mana yaxtani ko'rishingiz ham mumkin. Mana bu yerda ham golf o'ynashga joy, basseyn bor. Bu yerga kirishingiz bilan televizor kutib oladi. Keyin bu yerga ichkari kirsangiz oshxona. Kichkina joy, chunki yaxta uncha katta qurish sal qiyin bo'ladi. Keyinchalik kattaroq yaxta quramiz. Mana bu yerda yotsangiz bo'ladi, xona bu uxlashga. Hozir mana bu yerlarda aylanib ko'rsataman hali. Dachadan tashqari yana ko'p joylar bor. Bu yerga uchib o'tamiz. Bu yerda baliq ovlab o'tirishga zo'r joy. Keyin undan tashqari mana bu yerda sohil bo'yida dam olishga joy bor. Mana bu yer dom qurganman o'zim yaxshigina. Dom 5 etajli dom. Endi oldin boshqa YouTube kanal yurgizganimizda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Oldin boshqa YouTube kanal yurgizgandik, keyin bunga o'tdik o'zimiz. Hozir bunda ham yaxshigina videolarimiz yaxshi prosmotr olyapti, yaxshi videolar chiqyapti. Shunga ham qo'llab-quvvatlang iltimos bizlarni. Mana bosh kirish bilan televizor kutib oladi. Dam o'tirib ovqat yeyishga joy bor. Bundan tashqari mana bu yerda yotishga xona. Menimcha kech bo'lgan bo'lsa kerak, uxlaymiz. Yorug'da obzor qilib ketamiz. Toza havoda. Bu yerda ham televizor qo'yganman. Chiqamiz, gilamlar ham qo'yib chiqqanman. Hamma xonalar shunday, hammasi shunday. Lekin faqat anosi gilamlar har xil gilamlar qo'yganman. O'zi video shulardan iborat edi. Ko'p video qila olmayapmiz. Keyinchalik uzunroq videolar qilamiz. Mana ko'rishingiz mumkin Dacha domni. Atrofini ham aylanib ko'rsataman. Bundan ko'proq domlar quramiz.
Mana ko'rishingiz mumkin, hammasida har xil gilamni qo'yib chiqamiz. Video shulardan iborat edi. Tezroq obuna bo'ling. Biz shu yaqin orada bir kun 2 kunlar ichida 30 ta obunachiga erishishimiz kerak. Shart va zarur. Iltimos obuna va like tugmalarini ayamasdan bosing. Xayr, sog' bo'ling. Sizlar bilan o'sha Foul Play bo'ldi.